Men miloddan avvalgi 44-yil Rimdaman. Bu yer Rimning markazi, Forum Romanum. Bu yerni Rimning skveri desa ham bo'ladi. Bu tongi bozor. Bu yerda antiqa buyumlar sotiladi. Bu nech pul? Quidditches, non intelligo. Aka baloni ham tushunmadi, bu yerda so'm ishlamas ekan. Shu yerda Click, Pay Me yoki Uzcardga zo'r reklama integratsiya qilsa bo'lardi-da. Bu Ostia porti. Rimga don va mahsulotlar shu yer orqali keladi. Shahar aynan shu bilan yashaydi. Bu Palatina tepaligi. Bu yerda Rimning eng boylari yashaydi. Qullar ularga xizmat qiladi. Bu Subura. Oddiy rimliklar shu yerda yashaydi. Bu yerda yashash juda og'ir. Bu gladiatorlar maktabi. Ular har kuni jangga tayyorlanadi. Bu yerda omon qolish qiyin. Bu arena. Gladiatorlar, ya'ni qullar shu yerda jang qiladi. Bu yerda g'orib ozodlikka chiqadi. Men Circus Maximusdaman. Bu yerda arava poygalari bo'ladi. Zo'rg'a bilet topdim. Bu Kapitoliy tepaligi. Bu yerda Yupiter ibodatxonasi joylashgan. Rimliklar bu yerda qurbonlik qiladi. Bu Via Appia yo'li. Bu Rim logistikasining yuragi. Shu yo'l orqali askarlar va yuklar tez harakatlangan. Bu Rim legioni. Ular testudo, ya'ni toshbaqa shaklida himoyalanadi. Bu ularning eng kuchli taktikasi. Mana ortimda Julius Caesar turibdi. Caesar aka, kelajak avlodga nima degan bo'lardingiz? Tarixni o'rganing. Kuch bilimda. Qolganini o'zingiz topasiz. Caesar o'zbekchani qayerdan biladi, hayronman. Tarixni qiziqarli o'rganish uchun Behruz AI kanaliga obuna bo'ling. Keyingi sayohatimiz qaysi davrga bo'lsin, izohlarda qoldiring.